Sen urgan qo'llari sinsin. Nima uradi seni? Yo, sen rostdan urdimi? Ha, kecha rostdan urdi. Har doim urardi sizlarga, endi birinchi marta aytyapman. Nega bizga yetmagansan? Bu birinchi urush emasmi? Nima shu paytgacha yetmading bizga? Sizlarni o'yladim. Oilamiz barbod bo'lmasin. Yuzinglarni yerga qaratmang deb hech narsa demayotgandim. Bo'ldi. Ikkinchi bormaysan uyga. Men tirik ekanman, men seni bermayman unga. Xo'rlatib qo'yadigan bolam yo'q. Men seni o'shaning uchun boqib katta qilmaganman. Bormaysan. Hali sirt keladi-yu, maraz. Jag'ini sindiraman. Meni bitta seni muradigan siqirtdi. Mazasini qochiraman hali kelsa. Bo'ldi, bormaysan hech qayerga. Xo'rlatib qo'yamizmi biz seni? Hech qachon. Boshi o'zidan ketibdi-yu. Qizim, seni biz o'zimiz himoya qilamiz, o'zimiz boqib olamiz. Seni hech kimga xo'rlatib qo'ymaymiz. Menga qara. Meni hech kim yo'lsiz qilmagan. Bu yerda onam borlar, akam bor. Sen orqangda turadigan odamlar bor. Rahmat aka. Hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Bemalol mana shu o'ynab, kulib yurgan. Alo. Assalomu alaykum. Nima telefon qilasiz? Telefon qilmayman, meni xotinim o'zi. Yo'q, endi sizga tushib qoldimi xotiningiz? Keyin gap ko'paytirmaganda, ona restoran qilaylik, ketasanmi? Bormayman. Nima? Nima? Meni xo'rlab qo'ygan joyiga men borishim kerak. Ya seni kim xo'rlayapti? Siz? Nima deb xo'rladim men senga? Men senga ortiqcha gapirayotgan bo'lmasam, hech kim senga ortiqcha gapirmayapti. Umr davomida bir martagina iltimos qilyapti. Sen bo'lsang, eringga gap qaytarib, eringga tiklanib gaplashyapsan. Eringga tinmay gapiryapsan, boshqacha qilyapsan. Emasmi bu? Nima qilishim kerak? Ayol kishi endi bitta gapdan qolish kerak ekan deb xohlagan kuyingizga solsangiz ham jim o'tirishim kerakmi? Hech qachon. Meni borim shu. Menga qara, qachon tiling tersan o'zini? O'sha joyga tegdi. Qachongacha eringga aytma gap qaytarmoqchisan. Sen qilayotgan ishlaringni men gapiraman. Mana opamga qaramagan, opamning bolalariga qaramagan yoki Marhamat opaga telefon qilmaganing yoki sanoatlarga gapirmayman. Sen o'sha ishlardan keyin eringga tik qarab gapirib gap qaytaryapsan. Bu men seni eringman. Sen nima menga gap qaytarasan? Yo'q, men ham sizning xotiningizman. Qachon siz meni hurmat qilishni o'rganasiz? Kim seni behurmat qilyapti? Kosmetika deyapsan, olib bermayman demadim, olib beraman. Mana sen aziz sariq bir hafta kundan olayim tushadi dedim. Marhamat opani ham ishini aytdim senga, shuni shundoq qilib bergan edim. Shu opa ham senga bir yilda bir martagina iltimos qilyapti. Ana opamning bolalari bo'lsa, oyda yilda bir marta kelsa keladi, bo'lmasa shuncha payt seni bezovta qilmaydi. Bir martagina kelib turib, qarab turing, keling deb yarim soat, bir soatga iltimos qilsa, sen yana vaqtda baqir-chaqir qilib haydab yuborgansan. Siz gapirishni bilasiz faqat. Menga qarang. Birinchidan kosmetikamni o'sha vaqtida olib berishingiz kerak edi. Erta-indin deysiz. Qachongacha kutishim kerak? Ikkinchidan, opangizga men enaga emasman, tushundingizmi? O'zi qaravasmi? O'zi uchun tuqqanmi, men uchun tuqqanmi? Uchinchidan, mana xotipangiz qo'li yo'qmi nima? Borsin bozordan sotib olsin. Nima men unga qilib berishga majburmanmi? Siz nima qachongacha meni emas, birovlarni o'ylab yashaysiz? Qachon xotiningizni o'ylab, xotiningiz uchun qayg'urasiz? Sen o'zing mo'moq tashyapsan, hamma bu narsani unaqa narsa emas lekin. Sen eringga nima gap qaytaraversan, kimga yoqadi bunaqa? Ha? Sen akangga yoqmasa kerak bunaqa keyin gapirsa. Yaxshi, akam unaqa emas kenimga, mehribonlar, tushundingizmi? Qarochi, maqsadga o'ting. Xullas qaytmaysanmi? Qaytmayman. Aniq. Yaxshi, bir kun aqling kirib qolarsan, erga qanaqa muomala qilish kerakligini, erga gapirganda jim turish kerakligini, erga fikirlamaslik kerakligini bilib olarsan. Yaxshi bo'pti. Borim shu. Yoqmasa o'zingiz bilasiz, tushundingizmi? Bo'pti, xullas. Charchamang. Qilasiz, kerak bo'lsa.